Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, mana ko'rib turganlaringdek ko'chma hammom yasash jarayonlari ketyapti. Mana bu yoqda ham mana tayyorlari bo'lyapti. Bunisi mana bitib qoldi. Ko'chlaring mumkin motorchilargacha qo'yib qo'ydik. 80 talik Ariston, Vitix konditsioneri, o'ynalar, vishilkalar, rakovinalar, mana shu jihozlar bor. Mana avtomat qiluvchilar mana ikkinchi xonasiga. Yo bismillah. Yoqqan musallayni bosib qo'yasiz, og'ni qo'ysalar juda xursand bo'lib qolamiz akalar. Mana buni po'rtchikamiz bo'ladi akalar. Yoqqan musallayni bosib qo'yasizlar. Mana tumanka svitlarimiz bor. Razmeriga keladigan bo'lsak, razmeri 3x170 lik bo'ladi. Manzil Qo'qon. Narxi 17 million so'm. Dastlabkamiz 12 biletga bor. Kelishilgan holda arzonroq qilib beramiz dastlabkalarini. Yoqqan musallayni bosib qo'yasizlar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, mana ko'chma hammomimiz ortib xudo xolasa borib sinfga qilib ishlatib berib qaytamiz akalar. Kim yoqqan musallayni bosib qo'ysa, o'g'limni qo'yinglar. Yoqqan joyiga akalar. O'zimiz qishloqqa ketyapti akalar. Mana bu yoqdan tayyor bo'lyapti. Zakaz beruvdasiz akalar. Kimga kerak bo'lsa dastlabkasi kelishilgan holda bo'ladi akalar. Oylağandadır şu dediğinim Gönlüm değilsinden tapamay neydin oyan Sen tegeles Bu denemez Sen tegeles. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, mana ko'rib turganlaringdek ko'chma tandir, o'zi yuradigan tandirlarimiz tayyor bo'lyapti. Xudo xolasa yonlarni kafellab mazayga qilamiz akalar. Taylab pollarni yuvib, xohlasalaring tovib boqasizlar, mana eshiklari bor. Xohlasalaring o'tin-potin solib qo'yasizlar, mana yuvib tarasak, kafillarni mazaykalarsak ideal bo'lib qoladi. Mana bu yerda hammomlarimiz tayyor bo'lyapti. Kichkinasidan boshlaydigan bo'lsak akalar, kichkinasi mana 1,5 ga 2 metr bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Hammalarni kirishga qilsak chetki. Endi mana kattasini ko'rsatamiz. Mana ko'rishlaring mumkin. 2 xonali bo'ladi akalar. Yoqqan musallayni bosib qo'yasiz, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Buniki 80 talik bo'ladi. Bu oshxonaga qo'yarkanmizda, oshxonadan baqib o'tkazamiz aka, montaj qilamiz o'zimiz qishloqqa. Yoqqan musallayni gumbillatib qo'yamiz.